Sen uyingga sharoit qilib ber, zo'r hammom qurib ber, kirmochni qo'yib ber, uyda mol boqtirma, agarodga kirg'izma, o'ziga qarasin, zo'r pitaniyalarni berib qo'y. Uyda bitta trenajyorni zal qilib ber, xotin ham shunaqa bo'ladi. Qomatli bo'ladi, go'zal bo'ladi. Qimmat 30-40 minglik sovunlarni olib kelib ber. Kir sovunni shirin hidligini olib kelib beradi, so'ng olib kelib bering desa. Ha bunda betini yuvgan ayolni beti tiniq bo'ladi. O'tirgan kim xotiniga $100 atrof beribdi? Hadikal olib beradi, hali soqoldan ishlatadigan. Keyin xotin qo'ling, xotin yoqmayapti. Qarab qo'y erkak. Rasululloh aytadilar, mo'min kishi o'zining mo'mina ayoliga g'azab qilmasin. Agar uning bir xulqini yomon ko'rsa, boshqasidan rozi bo'lar. Ha, ovqat shirin qilmaydi, lekin tili jag'i yo'q. O'sha narsa xursand bo'lib ketadi. Yoki tili jag'i zahar, ammo choqqon, uyni pazanda tutadi. Borda, to'g'rimi? Bitta yoqmaydigan sifati bormi? Yaxshi sifatiga qarab turib, uni ko'zni yumib qo'ying. Chunki